Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Ovoz yaxshi chiqmaganligi uchun yana bir qatim keldik suhbatga. Men qarindoshim Husaynjon Husayn Tajalli Gollandiyadan sabah atigan soat 4 bilan yo'lga chiqib, Germaniyaning Berlin shahriga yetib keldim. Yana qarindoshimiz G'ayur Qurban hammalar bilasizlar, Dunyo Uyg'ur qurultayining yoshlar komitetining raisi. Qarindoshimiz qarshi oldi. Qarindoshimiz bilan birlikda Berlin shahrini ziyorat qilgan bo'ldik, yani sayohat qildik, ko'rdik. Bo'libmi ayni zamanda Gitlerninki Yahudilarni qirgan, Yahudilarga zulm qilgan, ularni ko'ydirgan yerlarning obidalarini ziyorat qilish jarayonida vatanimiz Sharq Turkistonda bo'lib o'tgan shu zulmni, hatto bugungi zamonda Xitoyninki Gitlerdan ashur o'tib qolganligini bu yerda deyishdik va Berlin timini ziyorat qildik. Berlin timini ziyorat qilish jarayonida G'ayur Qurban qarindishimizning ba'zan so'zlarini etkisiga, uning ta'siriga uchqidim. Ya'ni Berlin timidan, ya'ni kommunizm rayonidan kapital rayoniga o'tish uchun, erkinlik rayoniga o'tish uchun tomdan otilib, undan keyin bomba hukmligiga tushib, undan keyin ishtivoyaga kelib, undan keyin soqchining qo'liga kelib, undan keyin daryoga kelib, daryodan o'tgandan keyin shu kommunizm rayonida erkinlik chiqmoqchi bo'lgan insonlarningki bir qancha shu insonning jinni oldigan halokatlardan o'tgandan keyin erkinlik chiqa oladiganligidan iborat bu hikoyasini, ya'ni bu tushuntirishni anlatmaya ta'sirlangan bo'ldim. Ya'ni erkinlik erishishdan keyin nihoyat tasdiki, erkinlik menish jarayonida avval bizga bomba chiqaydiganligi, undan keyin ishtilarning chiqaydiganligi, undan keyin tog' daryo toshlarning chiqaydiganligi, bularni besib o'tgandan keyin endi erkinlik erisha oladiganligimizdan iborat. Men buni tushungan bo'ldim. Bugun Eidninki 3-kuni shunam bu yerda. Eidning 3-kuni qarindishimizni ziyorat qilgan bo'ldik. Albatta xalqimiz Eid o'ynayotgan bo'lsa-mu, yana biz umidvor bir millat, jasoratli bir millat. Yani o'zimizni tushunib, ya'ni Eidimizni muboraklaylik deb qarindishimizning uyida Eid partisi bilan bu yerda o'tirib turibman. Avval qarindishimiz bir ikromdagilarga bir salom qilsa, undan keyin bir ko'ngil so'zlarimizni xalqimizga degandan keyin ondan biz ikromni taqsaq deb o'ylayman. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Sizlar bilan ekran yuzi orqali bir qitim ko'rishib ko'rsatganlik uchun o'zimni nihoyat xursandlik his qilaman. Alloh hammamizningki ro'za yetirgan Allah hammamizningki ulug' Eidni muborak qilsin. Qilgan ibodatlarimizni qabul qilsin. Vatanimizni va urug' tuqqanlarimizni sog' salomat qilsin. Bugun degandekidek qarindishimiz Husaynjon qarim uzun yo'lni uzun ko'rmay bugun ata-aytim menga cho'nqur va hayotimdagi eng qimmatli bir Eid sovg'asi sifatida meni yo'qlig'i kelibdi. Bundan nihoyat bek mamnun bo'ldim. Boyam ovoz yaxshi chiqmaganligi tufayli ba'zi gaplarni takrorlash to'g'ri kelib qoldi. To'g'ri tushuninglar. Degandekidek men Husaynjon qarim bilan shu ulug' da'vosi bilan xizmat qilib 7 yillik bo'lib qoldi. Shu jarayonlarda biz ko'plagan xizmatlarni birga qilgan bo'ldik. Bizning do'stligimiz, qarindoshligimiz shu da'vo yo'lida shakllangan mana shunday mukammal bir do'stlik. Degandekidek mana shunday amalgarchi Eid bo'lsin-mi, lekin o'zimizning shu ota-onalarga bir Eidlik salom yo'llayolmaydigan ota-onalarimiz bizga o'zining hayotligini bildiranmagdek darajada mana bir musibatli kunga qolib qolgan vaqtlarimizda do'stim Husaynjon uzun yo'lni uzun ko'may ata-aytamni yo'qlab mana bir sürpriz berganlik uchun nihoyat bir xush bo'ldim. Ben şu orqali ekran oldidagi do'stlarimiz bilan bir yuz ko'rishganligimizdan mamnun bo'ldim. Albatta bu qitm kelganda biz faqat didorlashishlar emas, balki shu vatanimizningki xalqimizningki navbatda duch kelayotgan ig'ir vaziyatlar haqida cho'nqur fikr almashtirdik va o'zimizningki shu vatanimizningki keyingi umidlar bo'lgan yoshlar bo'lish sifatimiz bilan ulug' ajdodlarimizningki bizgacha kelgan shu ulug' ozodlik bayrog'imizni va ozodlik mash'alimizni o'chirib qo'ymay, bundan keyin qanday yapmamiz, shu xalqimiz bizga eng ehtiyojli bo'layotgan vaqtlarda qanday qilib xalqimizningki kichkina bo'lsa-mu shu azob uqubatlarni yangilatamiz degan temada fikr almashuvchi bo'ldik. Inshaalloh oldingi kunlarda
şu almıştığım fikirlerimizdeki pat yakında emelge eşip şu hazır şu yakında şu yakın vaqtlarda şu ictimai vasıtalar arkalı bilinip atkan yaşlardaki umumyüzlük bir uygulaş özününki, vatanınki, milletinki davasıga egi çıkışına ibaret işte o yüreklik bilen kavakkan faaliyetlerden, sadalardan biz bundan kandan netice edip başlarını şu müşahirdeki şekillengen güçünü özümüzden halkımızdaki müşen şekillengen güçünü özümüzdeki halkımızdaki azabı okubetlerini yengilatlagan düşmanımızga iğir bir zerbe berdigan bir emeli erkekke aylandırış hakkında fikir almıştık ve inşallah bu fikirlerimiz patikinde bir emeli iştah aylanması. İnşallah. Allah razı olsun. Yani buraya kelişimizdeki sebep hem de birincisi Yiğit pəhdisi bilen kardeşimini yoklap geldim. İkincisi bunun diyeyim kiyinki yaşlarınki hizmetini kandak elip beriş doğrusu da meslehatleşken bulduk. Mavu bizni qollap nim üvetip atkan qarindaşlar üvetmey tursanlar. Çünkü bilmedik hem de bu telefonun avazı nem üçün yaxşı çıkmaydı. Allah kalsın mavu sohbetini tüketken deyken kayıt anlasak yaxşı çıkıp kala. Yani maksat bugünkü mavu sohbetimiz uzun bulmaydı. Fakat bir konuğumuzdaki sözlerimizde qarindaşlarla ortaklaşa açtık. Yaşlar uygun vatıdı, çoğunlar uygun vatıdı, teşkilatlar uygun vatıdı. Her taraftan pidakar yaşlar, çoğunlar teşkilatlar çıkıp vatıdı, kurulu vatıdı. Elbette Meyli Dünya Uygur Kurultayı'nın ki Yaşlar Komitetinin reisi bula süpet öyle. Gayri kurban kardeşimiz mi? Elbette özü o cihette özünün fikrini oturup koyup bağlı. Ben bir nesini açıklap koysam hem de yakından beri yaşlar namayışını kollamaydıken yoki yaşlar boğan nemisi yokken degendek müştak gepler torlarda yıkıp жүрдüken bunu hem de bir baştan Xitay kızdık bir bir baştan bilmeydiğin kişiler bunun işinip kaldı. Onun için bundak sözlerge işenmeslikimizni meyli kurultay bolsun, meyli sürgün hükümet, meyli qaysı teşkilat bolsun mağrip teşkilatları bir adam vatan millet üçün bir iş kılımen dese meyli namayış teşkil olsun, meyli arkandak bir ictimai faaliyet ilip basın onu kollaydı. Kollaş gerek. Meyli şahıslar, meyli liderler, meyli teşkilatlar hiçbir zaman kollamaydıgan bir mesele yok. Yani bir mesele uya bir yerden hem de qarindaşlarımız özü bilgen şekilde hareket kılıvatıdı, pilallatıdı. Mesela Gollandiyadaki yaşlarımız bazen özlerinin pilallarını çıksılıvatıdı. Başka devletlerdeki qarindaşlarımız her zaman her kandak bir plan projeye teyyaş geldiğini bildirivatıdı. Şu münasebet bilen biz hem de dünyadaki başka devletlerdeki yaşlar bilen, qarindaşlar bilen görüşevatımız, fikir almıştırıvatımız, yalğızım görüşevatımız, okçum görüşevatımız. Bunun dinkin yaşlar hizmetini kandak yaxşı elip manımız, kandak toğrısını kılımız degan mesele üstüde keç gündüz paranlaşıvatımız aziz qarindaşlar. Şunun için yaşlar bilen çoğlarının oturısıga ve yaş teşkilatlar bilen çoğ teşkilatlarının ki oturısıga veya ki öz ara qarindaşlığımızga dez ketkizdigan bizning ittifoqligimizni buzdigan so'zlar o'tirib chiqsa darhol uningga nima berishinglarni xatim berib uning qarshi chiqishinglarni umid qilaman. Uningdan boshqa bu namoyish degan ma'lum bir shaxsning namoyishi bo'lmaydi. Masalan, ba'zan gaplarni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Masalan, Salih Xudoyor qilgan namoyish, Salih Xudoyor boshchiligidagi namoyish emas, namoyish butun millatning bo'ladi. Ammo u qarindishimiz chiqdi. Allah razı olsun deyimiz, destekleyimiz, kollayımız. Ama palancının namayışı, pokunçunun namayışı desek mahsus hata etilgan buludu. Çünkü Uygur halkının namayışı, herkandak bir namayış Uygur halkına vekillik kılıdı ve vekillik kılış gerek. Hiçbir zaman Rabia Hanım'ın namayışı, Dolkun Eysan'ın namayışı, yani bir Siyitüm Türk'ün namayışı, Hidayet Lacı'nın yani bir kimden Hüseyin Can'ın Gayrı'nın namayışı da bir namayış bulmaydı. Namayış bütün halkının namayışı. Şu herkandak bir yerde Xitay karşı bir hareket, namayış, faaliyet bolup kalsa arkandak teşkilat kollaşı lazım, kollaydı. Bunu kollamaydiken, akıldıyken, kökıldıyken degan gap sözler bolup kalsa elbette bu bizni rencitadigan sözler. Onun için yaşlar işini şыңlarını, yaşlarınki ma'lum maqsadlarni qilayotganligini bilishinglarni, plan projelerini tuzayotganligini bilishinglarni umid qilaman. Gayri Kurban qarindishim o'zining bir ko'ngil so'zini desa, undan keyin yana so'zining oxirini aytgandan keyin bu ikramni taqaymiz. Yani bu to'g'risida
Mesela hata düşünceler var. Ondaki bizdeki hizmet planlarımızı halk bilmey ya düşünmey bu neymiş kılıvattıqandı dep kaldırganlar var. Bu cihetten de Kurultayının Yaşlar Komiteti'nin reis kılası tutanlığını bundaki hizmetlerinin kandak bir şekilde ketivatkanlık doğrusu kırındaşlık bir oçuqunu berip koysak takım yaxşı buldu kırındaşlar. Elbette bu yakın vaqtlarda şu Xitoyniki vattanimizda ilib borgan inson qilibdan chiqqan bostirma siyosatlariniki natijasida xalqimizda albatta shu Xitoyniki inson qilibdan chiqqan bostirma siyosatiniki natijasida biz xalqimiz o'rtasida mayli yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, yashanganlar bo'lsin, shu butun Uyg'ur xalqida umumyuzlik bir uyg'unish hareketninki shakllanayotganligimizni ko'ryapmiz. Shu ijtimoiy aloqa vositida shu ko'rilayotgan shu Uyg'ur biz o'zimizniki tatayotgan azob oqibatlarimizni, inson haqlari dafsanchiliklarimizni shu butun dunyoga anglatish uchun bo'layotgan tirishchanliklar, namoyishlar, ko'rgazmalar, yana inson qo'lidan har bir millatning har bir a'zosi bo'lish sifatimizdan qo'limizdan nima kelsa shu orqali o'zimizdagi dardni dunyoga anglatish uchun qilayotgan nurg'un tirishchanliklar bo'lyapti albatta. Shuning hammasi albatta her ishning ikki tarafi bor degandek bu bir tarafdan Xitoyning azobi bo'lsa, yana bir tarafdan shu xalqimizningki uyg'onishdan iborat mushtaqi qutlug' bir natijaga ko'ryapmiz deb o'ylayman. Albatta bu yerda eng ichi azob bo'ldigan, ichi ziddildigan shu Xitoy va Xitoyningki tarafdorlar bo'lishi kerak. Bu Xitoy qilayotgan har qanday namoyish, Xitoyning aktivlashtirish ishlayotgan faoliyatlarning har qanday faqatlam Xitoy va uning tarafdorlaridan norozi qiladi. Bu yerda uni o'tirdan qasdanga samonning tagidan suv qo'yib, qasdanga tashkilotlar, shaxslar o'tirsida mushtaq quturoq qo'lib qilib shu kalla so'qashtirib qildigan mushtaq ishlar shu xalqimizga bir yerda bir meniki garchi o'zimiz bir yosh bo'lsakmi xalqimizga shu ikro orqali shunday bir umidim bor, o'tinishim bor. Xalqimizniki shu sagak bo'lishini, chunki buni shunday xalqimizning ichidagi shunday bir uyg'unish harakatlarida noyat sezgir bo'lmasak, bu yerdagi bu uyg'unishimizniki natijasini, inqilobniki mevasiniki Xitoy va Xitoy tarafidan yoki Xitoy tarafidan kallasi yo'lgan yoki bo'lmasa Xitoy tarafidan oldinib ketilgan insonlar tarafidan o'g'irlanib ketish ehtimolligini yo'q deb qilib bo'lmaydi. Chunki tariximizda uchragan qabohatlik natijalarimiz, qabohatlik tarix ochiq saboqlarniki birisi deb o'ylayman. Shuning uchun bu yerda xalqimizniki sagak bo'lishini degandagidek mushtaq kalla so'qashtiradigan o'zaro mushtaq ishonchsizlikka bir-birimizni dushmanlashishga soladigan ishlarga ishonmasligini umid qilaman. Bu yerda degandagidek Xitoyga qarshi ilib borayotgan faoliyatlarni qo'llamaydigan hech kim bo'lmasa kerak. Hech kim bo'lmasa kerak. Şunu bir yerde ilqib palançının faoliyatini polkonchi qabul qilmaydi ekan, ani bunday qildi ekan degan narsani faqatlam o'sha bizning o'tirimizga sun'iy azaldan bo'lmagan bir dushmanlikni, azaldan bo'lmagan mushtaq ishonchsizlikni silib, shu xuddi cho'nglarni, shu da'vo cho'nglarimizni qanday azobga uqubatga solgan bo'lsa, endi o vaqtda bu shundoq shu qora vaboni bizning yoshlarimiz o'rtasiga silib, yoshlarimiz o'rtasidan bir sun'iy xafalıqlarga, sun'iy düşmanlıklarga sebep bo'lgan mushtaq harakatlanishlarni biz his qilyapmiz. Albatta biz bu yerda o'zimiz sagak, shuning uchun xalqimizniki bunday ishlarga sagak muomala qilishib, oldin ketmasligini, savchalıq muomala qilishni o'tinib qolaman. Bu birinchisi va ikkinchisi bu Sharq Turkiston da'vosi albatta yesatlan qildigan da'vo emas. Bu yerda insonlar bo'lgan bo'lsa kerak. 2009-yilda 7-yo'l voqeasiniki bo'lay shu Shogon voqeasi va 7-yo'l voqeasi. Shu atrofda va undan keyingi bir mezgil vaqtda xalqimizning mana shu uyg'un harakatlari bo'lgan. Nurg'un yoshlarimiz, nurg'un harakatlar amalga chiqqan va lekin degandagidek buni shu yerda xalqimizdagi uyg'unishni yaxshi yetaklanmagan bo'lg'achqa yoki bo'lmasa bu uyg'unish bir yisiy uyg'unish bo'lgan bo'lg'achqa bu narsa yana uzunga bormadi. Mana shunday esimda bor, shu 2009-yilda 7-oyning oldi keyinda butun dunyoda shunday qadar namoyishlar bo'lib ketdi. Faqat bir yildan keyin nima ish bo'ldi? Bir yildan keyin. Ash insonlarniki yerimini chiqqanini biz ko'rmaymiz endi.
Mana şu xalqimizdagi uyg'onishniki vatan millat davosi deb o'zimiz ashunaq o'tirib chiqqanlarniki bu yerdagi bir aqliy va bir uyg'onish bo'lmagandan keyin buniki uzun bo'lmayotganligini his qildik. Lekin bu qitim endi meniki bu masalaga nisbatan boshqa ko'z qarashim bor. Albatta bu qitim endi butun xalqimizniki shu millatning har bir a'zosi, har bir a'zosi uniki Xitoy bilan bo'lgan bundan burungi munosabatning qanday bo'lishidan qat'iy nazar uniki Xitoyniki bir millat sifatida hammamizning bir dushman bir millat sifatida dushmanga chiqqanligini bizning bir millat sifatida bu dunyodan yer sharini yo'q qilishga urinayotganlik iborat o'sha qabih niyatlari abtibashir ichilgandan keyin xalqimizga bu nihoyatki cho'ng silkinish bo'ldi. Men ishonmanki bu qitimliq shu uyg'onishningki inshaalloh shu Shogun voqeasi va Urumchi voqeasidan keyin bir yildan keyin to'xtab qolgan bundaqiligi to'xtab vaqtliq bir hissiyotning portlab chiqish emas bo'lmasdan balki haqiqiy bir vijdoniy uyg'onish deb o'ylayman va bu uyg'onishningki xalqimizningki va vatanimizningki eng oxirida shu buyuk ozodlikqa erishish uchun bir yaxshi yo'l hozirlaydiganligiga ishonaman. Shuning uchun biz bu yerda albatta yoshlarniki o'zimizga olgan vazifamiz nihoyatda yuqori. Bu yerda faqatla shu vatanimizda bo'layotgan masalalarni dunyo jamoatchiligi anglashdan boshqa yana shu muhojirat yashayotgan kelgusidagi egisi deb qaralayotgan yoshlarniki va bizdanmi yosh kichiklarimizniki shu ona tilida o'sib yetilishi bo'lsin va yoki ularniki shu millatimizniki an'analariga hissiyotiga va uninki inqilobiga ega chiqishdan iborat bo'lsin degandek bu yerda bu ko'p qatlamli vazifalar bor deb o'ylayman. Albatta bu yerda namoyish ve aynı zamanda namoyishga o'xshaydigan vositalar orqali vatanimizdagi hozir jiddiy masalalarni anglitishdan iborat muhim bir vazifadan boshqa yana bu yerda bizning qiladigan ko'p qatlamli narsalar, ko'p qatlamli xizmatlarimiz bor. Shuning uchun jamoatchilikniki shu albatta shu qo'l bo'layotgan xizmatlarga bavaga vaqtda ko'zini nazar doirasini cho'ngroq ichib bu yerda bo'layotgan shu untinsiz xalq uchun xizmat qilayotgan nurg'un insonlarimiz bor aramizda. Biz ömrümüzde anlap bakmagan, biz bilip bakmagan, fakat Allah'ın rızası için kılmaktan nurgun, yakışık kılmaktan nurgun insanlarımız var. Ve şuların kılan işlerini mi, nezerge iliştirini, nezerge sakıt kılışlarını, şunun için bir yerde halkımızın ki şu bolapma, şu Xitay'ın ki şu yıkılarda bolapma, şu ictimai haber vasıtları arkalık şu uyg'onish o'zining uyg'onganligini ifodalab qilayotgan nurg'un ishlar bor. Shu ishlarga albatta xalqimiz jiqroq diqqatini burayotdi, chunki xabar vositalari orqali bu vosita erishadigan bo'lgan. Lekin ham degandek millatning davosi nihoyatda murakkab bo'ldi ekan. Bizim o'z vaqtida, bizim shu vaqtda, bizim 2009 sizdan tanishgan vaqtimiz yoshlardik. Bizim shunday hayajon vaqtlarimiz bo'lgan ve asta bizning shu davo ichida o'sib yetilib ishlarniki aqdan murakkab bo'lganligini, dunyoninki siyosatniki, dunyo realligininki biz o'ylagandan ko'p murakkab bo'lganligini elib his qilib yetdik ve albatta inshaalloh o'rganganlarimizni, bilganlarimizni bizningki shu yetilayotgan yosh insonlarimizla o'rtoqlashishni xohlaymiz ve inshaalloh bu yil bizningki planlab qo'ygan bir necha shu aşkışlık faaliyetlerimiz var inşallah. Biz bir gün sözleşkendikidek ve bunun diki şu söhbetten keyin texmi çoğunlap sözleştikendikidek muş mesele to'g'riliq o'zaro fikr almashtiramiz ve inşallah işlemenki kelaktilik programlarda bunun dikinga bo'lgan mush yaqinda hep chiqadigan faaliyetlerimiz haqida yana bir program ishlab ekran oldidagi qimmatli aziz do'stlarimiz bilan o'rtoqlashishni ve ularning samimiy fikrini erishishni umid qilaman. Allah razı olsun, rahmet. Mening gapim asosan bu qitim qisqa bo'ladi aziz qarindoshlar. Ya'ni Shveysariyadagi, Norvegiyadagi bugun Germaniyaning Berlin shahridagi yosh qarindoshlarimiz bilan ko'rishib, fikr almashtiryapmiz, maslahatlashyapmiz, plan tuzishyapmiz. İnşallah aldığımız kunlarda yangi planlar bilan yangi maslahatlar, harakatlar, faaliyetlar bilan oldinga chiqamiz inshaalloh. Bizning Xitoyga qarshi bu mücadelemiz qat'iy to'xtab qolmaydi. Her zaman
haqning ustida xalqimizga oshkor holatda biz bu nimamizni, mücadelemizni davom qilamiz qarindoshlar. İnşallah bugün ben tuncu qitim bu Berlin shahriga keldim, qarindishimiz kutib oldi. Bugün bu yerda qo'nib, inshaalloh ertasi har yana qaytaman. Hammanglar duochi bo'linglar inshaalloh. Kelgusidagi suhbatlarimizda yana davomli bizniki qilayotgan plan projelarimizni qarindoshlar fikran orqali oshkorlaymiz. Hammalar umid var bo'laylik. Tekrar yiğitanlar mübarek olsun, kunlaringlar xushal o'tsin. Cesaretlik, ümit var bo'laylik inshaalloh. Pat yaqinda Allah'ın gücü bilen, Allah'ımızın bir yardım bilen bu zalim, vəhşi Xitay zalimlerini yok etişqa, onlardan kan qısasımızın ilişqi Allah bizi nasip kıldı inşallah. Amin. Amin, amin. Qarindaşlarımızın dua qıptı. Hem onu Allah'a tapşırdık. İnşallah eğer başka ahırkı sözlerle söz anlık olsa. Tamam. Allah razı olsun. Hayır kurban qarindaşlarımızın kıymetli sözünü anlatıp öptük. Yana bir qatimlarda yana qarindoshlar bilan ko'rishga vaqt fikrim ochib sizlar bilan ham suhbat bo'lamiz. Hammanglar Allohga topshirdik. Alloh sizlarni qo'g'dirsin. Alloh hammalarga rahmat, mag'firat, tavfiq ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.